Assalomu alaykum yaxshilar. Boshqacharoq usulda kotlet tayyorlamoqchiyim. Chunki storeyslarga 200 gram qiyma oldim. Bunga bir bo'lak nonni suvda uvitib soldim. Choy qoshiq ichida zira, ozgina murch, 10-20 gram atrofida pista yog'i soldim. Yaxshilab buni aralashtiramiz. Bir dona tuxum oqini sovordim. Tuxum oqi yaxshi yopishishiga yordam beradi. Qiymamizni yaxshilab aralashtirib oldik. Endi ozgina paket olamiz. Paketga yarmini solamiz. Qo'limizda yoyvoramiz yaxshilab. Ko'ryapsizmi sizlarga? O'rtasiga pishloq solib chiqamiz yaxshilab. Ko'pgina solinglar. Endi yopamiz. Yopgandan keyin yaxshilab surib chekkalarini yarim aylana shaklga keltiramiz. Bosib qiymalar mayda yaxshi qiyma qilingan bo'lsa zo'r bo'ladi. Ko'chadan qiyma olib qilmanglar, o'zingizlar tayyorlanglar, u baribir zo'r chiqadi. Mana shunaqa qilib yoyib olamiz. Xuddi cheburekka o'xshatib. Tomonni yoyib oldik. Tuxumni olamizda bu tomoniga yaxshilab surib olamiz. Bu nima qilib beradiganlar? Tuxum ustlari chiroyli bo'lib pishishiga yordam beradi. Tavaga ham yopishmaydi. Non tolqoniga belab olsanglar ham bo'ladi, belamasdan tayyorlasanglar ham bo'ladi. Endi buni qizib turgan tavaga solamiz. Qaranglar, qizib turgan tavamizga solamiz. Bismillah. Pastroq olovda pishiramiz. Yog'imizni ozgina soldik. Ko'p yog' solmadik. Ikki tomonni qizartirib pishirib olamiz. Bunisiga non tolqoni qo'ydik. Mana. Tuxumni suramizda. Non tolqonni yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Endi buni ham olib borib tavaga solamiz. Suv oldik. Ikki tomonni qovurib, mana yaqinroq ko'rsatdim. Ozgina ikki tomonni qovurgandan keyin ozgina suv solib dimlab pishiramiz. Bunisini bir tomoni qizaruvdi. O'g'irdik, endi buni ham o'g'irlaymiz. Ana non to'lqonligi chiroyli ko'rinib turibdi. Bunisi sal kichrayib ketdi. Ana endi buni ustiga ozgina suv solamiz. 100 gram atrofida suv soldik. Qopqog'ini yopamiz. Yopdik qopqog'ini. Tuzi past bo'lib qolmasligi uchun ozgina suvga tuz solinglar, bir chimdikgina. 15-20 daqiqa bir tomonni pishiramiz, keyin ikkinchi tomonni aylantiramiz. Ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rsatdim. Yoniga mana shunaqa kartoshka pyure, guruch qilsanglar bo'ladi. Biz kartoshka pyure qilib ozgina bezak berib yuboramiz. Souslar bilan ham mazasi zo'r bo'ladi, ham juda chiroyli bo'ladi. Qaranglar. Men yaqinroq ko'rsataman-da ko'rsatmayman-ku mana. Antlarga ozgina tochka qilib chiqamiz. Eng tepasiga. Ana. Kulturniy bo'lganda qilinglarga restoranlarda deyishadi.
hozir men orasini ko'rsataveraman. Mana. Qaranglar. Zo'r chiqdi o'zi ham. Hozir bu non qo'shmasdan ustiga non qilmaganimiz. Non tolqon qilmaganimiz. Bunisini ham ko'ramiz. Mana. Bunisi ham. Albatta yeb ko'rsak bo'ladi endi. Bismillah deb. Mana pyurelardan yila kartoshka pyurelari vaqti zo'r. Qaranglar. Bunaqasini yemagansizlar, albatta yemagansizlar bunaqasi. Sirlari cho'zilib chiqyapti. Yoniga pomidorlar, bodringlar, salatlar qilsanglar, undan ham zo'r bo'ladi. Mana. Bismillah. Mazasi zo'r. Bir xil dahshat bomba deydi, xudo saqlasin, o'sha dahshatdan ham bombadan ham zo'r. Вообще zo'r. Albatta tayyorlab ko'ringlar sizlar ham. Sog'-omon bo'ling, yaxshiliklarda ko'rishaveraylik.